Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarına başlayımız. Leksiye de Sadaqacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyemizi toxtaldığan alaydı meseleler degende Aksaray Prezident Trump'ның devlet bexatarligi boyunca maslahatçisi John Bolton'ның sözlеген sözlülüsü toxtalımız. Ondan keyin alaydı xabar deyildiğin bir xabar taxtırğı çıkmadı. Muşu leksiyani devir kılgan alda anda başka meselelerge özünle meselelerle birlikte biz hem baha verip ötümüz, hürmetli vatandaşlar. Mavzumundaq. Devlet bexatarligi maslahatçisi John Bolton qadam Jungo'ga texmi qattiq vasita qo'llanamiz deb ko'rsatdi. Mavzuni yana bir o'qib o'tay. Devlet bexatarligi maslahatchisi John Bolton qadam Jungo'ga texmi qattiq vasita qo'llanamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 10-ayning 12 kuni Elchi gazetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton radio stansiyasi muxbirining ziyoratini qabul qilgani bunday ko'rsatdi. Jungo'ga qadam texmi qattiq vasita qo'llanamiz. Jungo'ning savdo tijorat, xalqaro ishlar, harbiy ishlar va siyosat qatorliq sohalardagi harakatlarni tartibga solishimiz kerak. John Bolton bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo uzun yillardan beri xalqaro tartibdan foydalanib o'zining manfaatini ko'zladi deb hisobladi. Amerikaning har navbatli hukumatlari o'ttirg'i chiqib Jungoning bu qiliqlarga qarshi turmadi. Navbati vaqt yetib keldi. Amerika endi harakat qo'llanadi. Navbati vaqt yetib keldi. Amerika endi Jungo'ga harakat qo'llanadi. Davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton bunday hisobladi. Prezident Trump'ning Jungo qaratgan qattiq maydoni Jungo'ni allaqachon tam turtib qo'ydi. Chunki Jungo azaldan Prezident Trump'ga o'xshash bunday qattiq qo'l prezidentga uchrab boqqan emas. Davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton yana bunday ko'rsatdi. Kelar oyda Argentinada o'tkaziladigan 20 davlat yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida Jungo'ning raisi Xi Jinping Prezident Trump bilan astoydil muhokama elib berishni xohlaydi. Yana bir xabar. Prezident Trump Xi Jinping bilan ko'rishdi. Jungo balki intayin zo'r darajada yo'l qo'ydi. Mavzuli xabar 10-ayning 13 kuni Amerika ovozi va o'xshashlar manbai tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning rahbari Xi Jinping bilan Argentinaning Buenos Aires shahrida ko'rishdi. 20 davlat boshliqlarini yuqori darajalik yig'ini ochilgan arliqda ko'rishdi. Kuzatuvchilar bunday xo'sh bo'ldi. Amerika matbuoti bunday ko'rsatdi. Ichki ishlardan xabardor tahlilchilar bunday deydi. Prezident Trump bilan Xi Jinping ko'rishishning oldingi sharti Jungo taraf savdo tijorat masalasida zo'r darajada yo'l qo'yish kerak. Prezident Trump Jungo masalasida nopozli kishi deb atagan hodisan tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Mike Billis Pare Fox televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganini bunday ko'rsatdi. Prezident Trumpning Xi Jinping bilan ko'rishiga qo'shilganligining muhim sababi Jungo tarafning savdo masalasida yo'l qo'yishni xohlaydiganligidan iboratdir. Biz dastlab qadamda 6 shartni sizlarga yetkazib o'tganda, yana nima shartlar qo'shildi bilmaymiz, lekin shu shartlar qo'shilgan bo'lsa endi shunga Prezident Trump rais Xi Jinping bilan ko'rishmoqni o'ylashyapti. U bunday ko'rsatdi. Men erishgan xabarlar shu bo'ldiki,
Jungo taraf bir parça loyiha muhokama qilib o'tibdi. Ular prezident Trampning maqsadi zodi nima bilishga uriniyotir. Lekin texe yanada aniq emas. Pillesbari mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf tirishchanlik ko'rsatdi. Lekin hozirgacha Amerika tarafning talablarini qanoatlantirgani yo'q. Pillesbari tadqiqotchi Pillesbari 11 ayning oxirida prezident Trump bilan Xi Jinpingning ko'rishadiganligi umid bor bo'lsa-mu, lekin u mundaq dedi, bu ish jungoliklar qanchalik yo'l qo'yadi degan masalaga bog'liqdir. Yaqinda savdo tijorat statistikasiga qarasak 9-oyda Amerikaning taq oyda qizil raqami rekord buzib 410 million dollarga yetdi. O'tgan 300 dollar edi o'tgan yilning. Bu yil 400 milliard 100 million dollarga yetdi. Prezident Trump Pokiston televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungoning savdosi qarta Amerikaning nurg'un usul choralari bor. O mundaq dedi. Jungoliklar yaxshi kun ko'rgili uzun zamonlar bo'ldi. Demak, o maçdan qutulib qo'sig'i to'yilgan jungoliklar uzun zamonlar bo'ldi. Ular Amerikalikni bir ahmoq deb hisoblaydi. Lekin Amerikaliklar undaq ahmoq emas. Aqsaray, yana bir xabar, mushilliksiyamda 3 xabar bor. Yana bir xabar, Aqsaray amaldori Amerika armiyasi Janubiy dengizga zarba berdi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 10-ayning 14-kuni Dovitor betida e'lon qilindi xabar mundaq boshladi. Amerika jungo savdo urushi davomlashayotgan shundaq bir paytda Janubiy dengiz masalasi orqadan agishib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining Janubiy dengizda tahdidga uchrashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Amerika armiyasi qaytarma zarba berdi va qaytarma zarba berish kerak. Diqqat vatandosh. Amerika armiyasi Janubiy dengizda tahdidga uchrashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Amerika armiyasi qaytarma zarba berdi va qaytarma zarba berish kerak. Rossiya Sunniy Amra agentlik 10-ayning 13-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton Salam Radio Network radio muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Biz Amerika armiyasining ofitser jangchilariga tahdid soladigan ahvolga yo'l qo'ya olmaymiz. Biz xalqaro qatnash yo'lini qo'g'daymiz. Jungo bu nuqtani tushunishi kerak. John Bolton mundaq ko'rsatdi. Jungo uzundan beri xalqaro tartibdan qalaymaqon foydalanib keldi. Endi hozir Amerika zarba beradigan vaqt keldi. Diqqat vatandosh, davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton deydiki, Jungo xalqaro tartibdan qalaymaqon foydalanib keldi. Endi hozir Amerika zarba beradigan vaqt yetib keldi. Angliya va Avstraliya harbiy parxodlari Janubiy dengizga kirib chorlashni ko'paytdi. Amerika bo'lsa Janubiy dengizning tabiiy boyliklarini echish masalasini tekshirib tadqiq qilyapti. Mana men eng muhim masala diqqatimga Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizning boyliklarini echish masalasini tekshirib tadqiq qilyapti. Hamda bu tekshirib tadqiq qilish Jungo hamkorlashamdi yo'qmi deydigan. Jungoning pozitsiyasi bilan belgilanmaydi. Janubiy dengizni echish bu Jungo hamkorlashmamdi deydigan. Jungoning pozitsiyasi bilan belgilanmaydi. Bu yer Jungoning bir o'lkasi emas. Janubiy dengiz Jungoning bir o'lkasi emas. Ham hargizmo Jungoning territoriyasi bo'lib qolmaydi. Ben bu John Bolton'un sözü, hürmetli vatandaş. Sen uzurak boğaz istigrek sözüldüm, beni geçirin.